Ong osti nima? Ong osti bu inson ongining chuqur, yashirin qatlami bo'lib, bizning fikr, hissiyot, odat, ishonch va xatti-harakatlarimizni boshqaruvchi ichki tizimdir. Odatda inson hayotining 95% qismi ong ostidagi dasturlar orqali avtomatik tarzda kechadi. Faqat 5%ni ongli ravishda, ya'ni o'ylab, tanlab amalga oshiramiz. Shuning uchun sizning hozirgi hayotingiz ong ostingizdagi dasturlarning aksidir. Ong fikr qiladi, lekin ong osti yaratadi. Ong ostining asosiy vazifalari. Ong osti bu sizning ichki kompyuteringiz. U quyidagi sohalarni boshqaradi. Birinchisi, odatlar va avtomatik xatti-harakatlar. Masalan, mashinani haydash, yurish, kiyinish, javob berish usulingiz, bular ong ostida avtomatik bajariladi. Ong osti bu harakatlarni yodlab, sizni ortiqcha charchatmaydi. Ikkinchisi, e'tiqodlar, ichki dasturlar. Ong ostida bolalikdan singan so'zlar yashaydi. Men yaxshi emasman. Pul topish qiyin. Men sevgi topa olmayman. Bu so'zlar keyin hayot ssenariyingizga aylanadi. Ongli fikr men boy bo'laman. Lekin ong osti men bunga loyiq emasman desa, u holda energiya to'siladi. Siz hayotingizda nimani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo ong ostidagi ishonchni o'zgartirishingiz kerak. Uchinchisi, his-tuyg'ularni saqlash. Bolalikda yig'lamagan, ayta olmagan yoki bostirilgan hislar ong ostiga tushadi. Ular keyinchalik qo'rquv, stress, jahl yoki tanada kasallik sifatida namoyon bo'ladi. Ong osti unutmaydi, u har bir hisni energiya sifatida saqlaydi. To'rtinchisi, sezgi va ichki ovoz. Sezgi bu ong ostining tili. U so'zsiz, lekin aniq his sifatida gapiradi. Bu joyga borma, bu inson bilan ehtiyot bo'l kabi. Bu ichki donolikdir. Ong fikrlaydi, ong osti esa his qiladi. Ong osti qanday shakllanadi? Ong osti 0 dan 7 yoshgacha deyarli to'liq shakllanadi. Bu davrda bola hali tanqidiy fikrga ega emas. U hamma gapni haqiqat deb qabul qiladi. Masalan, seni qo'lingdan kelmaydi. Dastur bo'lib qoladi. Sen aqllisan. Bu ham dastur bo'ladi. Shuning uchun bolalik tajribalari inson hayotining ildizi hisoblanadi. Shu sababli kattalar hayotidagi muammolar ko'pincha bolalikdagi og'riqlarning aksidir. Ong osti qanday ishlaydi? Ong osti simvollarda, hislarda va takrorlanishlarda ishlaydi. U mantiqni emas, hissiyotlarni tushunadi. Masalan, agar siz pul topish qiyin degan his bilan yashasangiz, ong osti bu holatni saqlaydi. Keyin hayotingizda shu hisga mos